malaka oshirish jarayonini boshlash. Buning uchun malaka oshirishni tanlaysiz. Avvalambor sizga diagnostika testi tavsiya etiladi. Ushbu test sizning hozirdagi, ya'ni malaka oshirish jarayonigacha bo'lgan bilimingizni qay darajada ekanligini tekshirib ko'rish. Bu diagnostika testi sertifikat olish jarayoniga yoki o'quv jarayoni prosesiga ta'sir qilmaydi. Faqatgina sizning kasbiy bilimingizda hozirda mavjud bo'lgan bilimni aniqlash uchun olinadigan test. Hozirda o'zbekcha testlar mavjud bo'lganligi uchun o'zbek tilini tanlash imkoniyati yaratilgan va saqlash tugmachasini bosamiz. Sizga kursda o'tiladigan mavzulardan kelib chiqqan holda testlar tavsiya etiladi. Ushbu testlarni cheklanmagan vaqt oralig'ida bajarishingiz mumkin. O'rganib, savollarni o'qib, to'liqcha bajarib bo'lgandan so'ng siz bu testni yakunlashing. Va keyingi kurslarda tavsiya etiladigan testlarda ham vaqt chegaralanmagan. Testni yakunlash tugmachasini bosamiz. Testni yakunlaganingizdan so'ng sizning kasbiy bilimingizni trayektoriya ko'rinishida tasvirlaydi. Bu ko'rinishda ikki xil turi mavjud. Ushbu diagnostika testi va tavsiya etiladigan kurslar bugungi kunda jahon standartiga, ya'ni pedagoglarga qo'yiladigan jahon standart talablaridan kelib chiqqan holda 7 ta kompetensiya asosida shakllanadi. Birinchi kompetensiya pedagog mas'uliyat moslashuvchanlik, pedagog kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish, o'quvchilarda kompetensiyani baholash usullari va vositalari, fandagi yangiliklar, fanni o'qish dolzarb masalalari, AKT va media savodxonlik, inklyuziv ta'limni joriy etish masalalari, o'zini o'zi rivojlantirish va uzluksiz kasbiy rivojlantirish masalalari. Aniqlangan diagnostika testidan so'ng sizga 7 ta kompetensiya bo'yicha kurslar tavsiya etiladi. Ushbu kurslar belgilangan kredit, ya'ni kurslarning mazmuni, mohiyati, qiyinlik darajasi va belgilangan soatlaridan kelib chiqqan holda sizga kredit balli tavsiya etiladi. Va ushbu kurslarda olgan kredit ballaringizning o'sish dinamikasini quyidagi oynada kuzatib borishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda minimum 18 kredit ball olish talab etilgan. Siz tavsiya etilayotgan kurslardan har biridan bittadan topshiriqni, ya'ni bittadan kursni tugatganingizdan so'ng sizga 18 kredit balli yig'iladi. Masalan, fanda yangiliklar kursini kirib tanlashni bosib, bu yerda berilgan mavzulardan kelib chiqqan holda, ya'ni 18 ta mavzu berilgan, ushbu mavzularni to'liq bajarib bo'lganingizdan kredit balli taqdim etiladi.